Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, bizlarning mijozlarimiz. Bugungi jonli efirimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Portugaliyada ish asosida qilinadigan viza haqida gaplashamiz. Hammanglarga rahmat. Shu yerda ekansizlar. Portugaliya eng qiziq mavzulardan tanlayapman. Bu ko'p nima uchun mavzularni shunaqa tanlayapman, chunki qanaqa ko'p savol kelsa, nima bo'yicha ko'p savol kelsa, shu bo'yicha gapirib yoritib berishga harakat qilyapman savollarga, shunda javob bergan bo'laman. Endi bugungi mavzumiz Portugaliyada ish asosida rezidensiya turlari. Ya'ni Portugaliyani ish asosida rezidensiya turlari mavjud. Shu haqida gaplashamiz. Qanaqa turlari bor? Nihoyat sizlarning savolinglarga ham javob beramiz. Savolinglar bo'lsa yozib qoldiraveringlar. Yordamchim sizlarning savolinglarni menga aytib turadi. Endi savolinglar bo'lsa aytaveringlar. Hozir mavzuni boshlashdan oldin savolga javob berishni boshlay, keyin mavzuga o'tamiz. Chunki mavzuda gaplashadigan narsa ko'p. Mana savollar kelyapti. Grajdanstvo deb haqida ham gapirib o'ting. Grajdanstvo haqida gapirib beray. Grajdanstvo haqida grajdanstvoni har xil turlari mavjud. Sizga imini qanaqa? Masalan, siz 5 yil yashab qo'yganingiz uchun grajdanstvomi yoki farzandingiz orqasidan olinadigan, turmush o'rtog'ingiz orqasidan olinadigan grajdanstvomi, yana qanaqadir boshqa grajdanstvo turlari mavjud bo'lgandan keyin, endi sizga agar 5 yil yashab qo'yib, qonuniy yashagandan keyin olinadigan grajdanstvo bo'lsa, unda eng kerak bo'ladigan hujjatlar, masalan, pasportdan boshlanadi. Pasport, rezidensiya, undan keyin tug'ilish guvohnomasi apostili bilan, keyin nesudimost qog'ozi apostili bilan, keyin til sertifikati. Til sertifikatning уровени A2 bo'lishi kerak. Mana shu 5 ta hujjat основной hujjat hisoblanadi. Undan keyin qolganini shartnomasi kerak emas, sразу aytaman. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Siz bir narsani dokazat etib, bir narsani tasdiqlab bermoqchi bo'lsangiz, shunaqa дополнительный hujjatlar bo'lib qolishi mumkin. Atak agar familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, unda turmush o'rtog'ingiz bilan turmush qurgandan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, unda shu ZAGS qog'ozini ham apostili bilan topshirasiz. Endi hozirgi mavzuga keladigan bo'lsak, ish vizasini qanaqa turlari bor? Bu ish vizasi ham turlari bor. Ish vizasida birinchisi bu birovga ishlash, birovni qo'lda. Bu trabalho subordinado deyiladi. Subordinado degani, ya'ni birov sizga kontrakt qiladi, masalan, ish beruvchi sizga kontrakt qiladi va shu ish beruvchiga kontrakt asosida siz xizmat ko'rsatasiz. Bu trabalho subordinado deb aytiladi. Keyin yana ikkinchi varianti, o'zingiz tadbirkor, yakka tadbirkor sifatida ish yuritasiz. Bu siz yoki kompaniya ochasiz yoki resivoverda deyiladi, aktiviyada yoki IP desa ham individualniy предприниматель sifatida ish qilasiz. Bu ham boyangi ish vizasi, shunga ish vizasi beriladi. Endi yana har xil variantlar bor. Masalan, siz distansion ishlasangiz, digital nomad deyiladi. Bu в основном masofaviy ishlarga kiradi. Masofadan turib ishlaydigan bo'lsangiz, digital nomad vizasini olsangiz bo'ladi. Va unda ham mablag', oylik maoshingiz katta miqdorda bo'lishi kerak. Uni konsultatsiyalarda aniq qilib aytamiz yoki shuni temani yoritganda aniqroq qilib aytib beraman. Endi qarang, bu kimlar uchun desangiz, ko'pincha IT texnologiyasini, IT bo'yicha texnologiyasi bo'yicha mutaxassislar, informatika mutaxassislari, keyin ko'pincha buxgalterlar bo'lishi mumkin, distansion ish olib boradigan, lekin oylik maoshi hozirgi Portugaliyani hisobi bo'yicha 2000 dan yuqori hisob bo'lishi kerak. Endi aniq qanaqa ekanligini shu sizning ishingizga qarab, qanaqa soha, shunga qarab aniqlashtirib aytib beramiz.
Agar sizlar masalan ish ochmoqchi bo'lsanglar Portugaliyada bu startup viza bor. Startup viza bu biznes viza deyiladi. Ikkinchi ma'nosi biznes viza uchun siz albatta biznes rejangizni ko'rsatishingiz kerak. Bu Portugaliyaga qanaqa investitsiya qilasiz, qancha miqdorda investitsiya qilasiz, ya'ni bu pul haqida ketyapti gap. Keyin Portugaliyada qanaqa kompaniya ochasiz, bu kompaniya Portugaliyaga nima yordam bera oladi, bu kompaniya nima xizmat ko'rsatadi, shu haqida informatsiya tayyorlashingiz kerak. Bu biznes rejada hamma narsa ko'rsatilib o'tilishi kerak. Va siz oldin kelmasdan oldin Portugaliyada kompaniya ochishingiz kerak bo'ladi. U narsalarni bizlar keyinchalik agar bizlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga qanaqa kompaniya ochish haqida maslahat berishimiz mumkin, kompaniya ochib berishimiz mumkin va kompaniyani yurg'izish uchun buxgalteriya xizmatlarini ham bizlarni o'zimizning bizlar именно buxgalteriya xizmat katta kompaniyalar uchun buxgalteriya xizmat ko'rsatmaymiz, lekin kichik kompaniyalar uchun ko'rsatamiz. Katta kompaniyalar uchun bizlarda buxgalterlar bor, tanish buxgalterlar, yaxshi buxgalterlar, shularga sizlarni tanishtiramiz, sizlar bilan qanaqa yaxshi variantlar, qanaqa выгодный variantlar haqida hammasini batafsil tushuntirib beramiz va yordam beramiz. Endi yana shunaqa ish shartnomalari bor, altamente qualificado deyiladi. Bu degani agar siz yuqori malakali mutaxassis bo'lsangiz, sizga ish shartnomasi shu asosda qilinadi va bu ko'pincha injenerlar, IT texnologiyalar mutaxassislari, bu professorlar kirishi mumkin, shifokorlar kirishi mumkin, oliy malakali mutaxassislar kiradi. Masalan, siz dosensiya deyiladi Portugaliyada, o'qituvchilik qilishingiz uchun Portugaliyaga kelish imkoniyati bor. Bu ham Portugaliya bunaqa mutaxassislarga albatta kerak va Portugaliyada shu mutaxassisi bo'lsangiz, siz viza ochib kelishingiz mumkin va sizga maktab yoki universitet siz bilan shartnoma tuzadi. Shu shartnoma asosida siz Portugaliyaga kirib kelasiz. Professional sportchilar bizlarda Portugaliyani sport klublari bilan professional ish yurg'izish uchun o'qituvchilik qiladimi yoki trenerlik qiladimi yoki yana boshqa narsalarda yordam beradimi, shu shartnomalar asosida ishga kelsa bo'ladi. Bu ham yaxshi imkoniyat, sportchilarga ham shunaqa imkoniyatlar bor. Endi agar savollar bo'lsa, savollarga qilib o'tamiz. Keyinchalik o'sha yanada har bir temani yoritishga harakat qilaman. Bir soat davomida gaplashamiz. Yevropa VNJsi bor, 7 yil bo'ldi. Hozir Portugaliya VNJsiga topshirsam 5 yillik olsam bo'ladimi yoki 3 yillik topshiramanmi? 5 yillik ololmaysiz, albatta kichkinadan boshlanadi. Birinchi Portugaliyada hozir 2 yillikdan boshlanadi. 2 yil, 3 yil, undan keyin 5 yil. Shunaqa. Ya'ni bu narsada hujjatingizga qarab aytiladi va hujjatingizni yuborsangiz biz aniq qilib qancha yilga cho'ziladi va qanaqa qilsangiz, masalan bu yerga kelib oddiy yashamoqchi bo'lsangiz kamroq srok berilishi mumkin. Agar ishlab bir narsa qilmoqchi bo'lsang, ko'proq srok berishi mumkin. Shunga o'xshab sizlarga aniq javobini aytish uchun siz bizlarga Portugaliyada bunaqa ish qilmoqchiman, mani hujjatim bunaqa, masalan hujjatni nomi bunaqa, bu joyda berilgan deb hamma narsani to'liq aytsangiz va sizga to'liqroq javob beramiz va shunda siz bir narsani aniq bilib Portugaliyaga kelgan bo'lasiz. Masalan, Grajdanstvo haqida gapirib bering deyishibdi. Grajdanstvo hozirgi kunda 5 yil yashasangiz, olsangiz bo'ladi. Bu 10 yillikka ko'tarmoqchi edi, lekin endi bizlarda shu narsa bor va shunga yaxshi shunisi bo'lgani, prezident imzolashdan oldin Konstitutsioniy sudga oshirdi bu ishni.
Chunki u yerda ko'p narsalar bor edi, millatchilik, ya'ni ajratish. Kimgadir 7 yil yashasa ruxsat beramiz deyapti, kimgadir 10 yil yashasa ruxsat beramiz deyapti. Bu narsadan mamnun bo'lmagandan keyin prezident imzolashdan oldin Konstitutsioniy sudga olib kirdi va Konstitutsioniy sud buni o'rganib chiqib, konstitutsiyaga to'g'ri kelmaydiganini aytib, bunga rad javobini berdi. Buni qaytadan qilib kelishini aytdi. Ya'ni buni hozir o'zgartirish kiritishmoqda, lekin hozircha 5 yil. 5 yil qonuniy yashasangiz, 5 yil masalan siz agar yashash vizasi bilan kirib kelgan bo'lsangiz, yashash vizaning muddatidan hisoblanadi. Agar siz manifestatsiya qilib, keyin manifestatsiyadan keyin hujjat olgan bo'lsak, manifestatsiyani muddatidan hisoblanadi. Agar siz masalan Portugaliyaga kirib keldingiz, oilaviy birlashuvdan keyin VNJ oldingiz, ya'ni rezident kartasini oldingiz. Shu rezident kartasiga topshirgan kuningizdan hisob ketadi. Masalan, borib rasmga tushib, biometrik danlarni topshirgan kundan hisob ketadi. Shunaqa. Endi bu fuqarolikka yana boshqa narsalar bor. Masalan, agar sizni farzandlaringiz Portugaliyada tug'ilgan bo'lsa, u ham yaxshi variant. Agar siz 5 yil masalan legalda yashamagan bo'lsangiz ham 5 yil yashagan bo'lsangiz va shuni, ya'ni 5 yil degan 60 oy. 60 oy siz Portugaliyada yashab kelib va ishlab shu yerda ekanligingizni, doimiy ravishda yashab kelganingizni va uzilishlar bo'lsa ham bu uzilishlar ko'pga cho'zilmaganligi va sababli uzilishlar bo'lsa, unda farzandlar orqasidan 5 yil yashab qo'ygan bo'lsangiz, legal yashaysizmi, nelegal yashaysizmi, 5 yil yashab qo'ygan bo'lsangiz, farzandingiz Portugaliya fuqarosi bo'lsa, topshirsangiz bo'ladi. Bu sizni 5 yil yashashingiz kerak. 60 oy yashaganingiz uzluksiz bo'lgani albatta qaralib chiqiladi va shuni hujjatlarni topshirasiz. Bu kichkina hujjatlar kirmaydi, katta va ko'p hujjatlar topshiriladi. Va bunda qanaqa hujjatlar topshirsa bo'ladi, u individual tahlil qilinadi, chunki odamni nima hujjatlari bor shu paytda, shu paytdan qanaqa hujjatlar bo'lib kelgan, shularning hammasi individual tahlillar bilan sizga aniq nima hujjat topshirishingizni maslahat beramiz. Shunda sizga to'g'ri maslahat bergan bo'lamiz. Endi agar общий hisobda aytadigan bo'lsak, masalan, historik sotsial tarixi. Bitta narsa, ikkinchisi IRS tarixi. IRS bu nalog hisoboti, soliq hisoboti, yillik hisoboti. Shuni topshirsangiz bo'ladi. Yana bitta shunaqa narsalardan bittasi kontrakt. Masalan, shu yilda kontraktda ishladim, mana resibularim, ya'ni oylik qog'ozlarim bor edi, shuni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Ya'ni bu individual tahlil qilingandan keyin agar sizni o'zingizni holatingizni aniq o'rganib chiqib aytsak, bu to'g'ri qilgan bo'lamiz, chunki siz shunda aniq qanaqa hujjat kerak ekanini o'zingiz uchun bilib olasiz. Albatta bu uchun konsultatsiyalarimiz bor. Endi konsultatsiya ikki xil varianti bor. Har doim takrorlab aytaman, shu tekin konsultatsiyaga yozilsangiz ham bemalol 15 minutning ichida shu haqida bemalol gaplashib, sizga nima hujjatlar kerak ekanini yozib beramiz yoki onlayn yuborib beramiz. Onlayn ham xuddi shunday 10 daqiqaning ichida bemalol shu haqida savollaringiz bo'lsa gaplashsangiz bo'ladi. Lekin agar ko'proq gapirib, ko'proq tushuntirib, ko'proq vaqt bizlar bilan sizni bemalol tushuntirishimiz, bemalol gaplashishimizni xohlasangiz, 1 soatga konsultatsiyaga yozilsangiz bo'ladi va uning narxlari 50 yevrodan boshlanadi. 50 yevro va uni yuqorisi nima mavzuda gaplashamiz, shunga qarab. Agar bu boyagi aytayotgan fuqarolik mavzusi bo'ladigan bo'lsa, shu 50 yevro qoladi. Keyin siz agar bizlar bilan davom ettiradigan bo'lsangiz, ishni masalan fuqarolikka biz topshirib beradigan bo'lsak yoki fuqarolik ishlaringiz papkasini biz yig'ib beradigan bo'lsak, unda boyagi 50 yevro shu xizmat haqidan ayrilib tashlaydi, ya'ni olib tashlanadi va shunda boyagi konsultatsiyangiz tekinga tushadi. Shuni ham unutmang. Bizlar konsultatsiyani nima uchun pul qilib qo'yganmiz? Chunki masalan ko'p insonlar bor, faqat informatsiya olmoqchi bo'ladi, informatsiya olib o'zlari ishni o'tkazmoqchi bo'ladi. Informatsiya kerak bo'lsa, mana sizlarga pullik konsultatsiya to'langlar va informatsiya olib o'zinglar ishni davom ettiraveringlar. Agar bizlar bilan qilmoqchi bo'lsangiz, boya konsultatsiya sizlarga tekin tushadi va bu narsaga bizlar pul ishlash niyat emas, faqat bizning vaqtimiz olgani uchun shu konsultatsiyani pullik qilib qo'yganmiz. Keyin qolganini boyagi plus minus qilaveramiz.
rezidensiya bilan Koreya viza olsa bo'ladimi? Albatta, agar sizni rezidensiyangiz portugalskiy rezidensiya bo'lsa, Portugaliyada yashab kelayotgan bo'lsangiz, rezidensiya bilan Portugaliyadagi xohlagan elchixonaga kirasiz. Koreya elchixonasiga kirasizmi, Amerika elchixonasiga kirasizmi, Kanada elchixonasiga kirasizmi, kerak bo'lsa O'zbekiston elchixonasiga kirasizmi, masalan. Endi Portugaliyada O'zbekiston elchixonasi yo'q, lekin masalan boshqa fuqaro bo'lib turib aytmoqchiman, xohlagan elchixonangizga kirishingiz mumkin, chunki sizni rezidensiyangiz bor. Rezidensiya degan bu yerda yashovchi sifatida siz haqqingiz bor Koreya vizasiga topshirishga yoki boshqa vizalarga topshirishga, lekin rezidensiyangizni muddati albatta bo'lishi kerak. Elchixonalar uchun muddati o'tib ketgan rezidensiyalar yoki yangilanmoqda, proses ketayotgan rezidensiyalar qabul qilinmaydi. Bu konsulstva uchun, ya'ni konsulliklar uchun u hujjat kuchga ega emasdi. Bizlar yaqinda ish vizasi haqida, agar sizga viza kerak bo'lsa, bizlarga murojaat qiling. Ish vizasi kerakmi, ish beruvchi kerakmi, yoki sizga Portugaliyada hujjatlarda yordam kerakmi? Shu haqida e'lon chiqardik. Bu narsani men batafsil aytib o'tmoqchiman. Agar sizlar qanaqadir sohani egasi bo'lsanglar va aniq bilsanglar sizga qanaqa ish kerakini, bizlarga rezyume yuborasiz. Biz rezyume asosida ish izlaymiz. Hamma rezyumelarni qog'ozga chiqarib olamiz. Bu rezyumelar sizga ish topib berishimiz uchun xizmat qiladi. Rezyumeni ichida to'liq va to'g'ri ma'lumot bo'lishi kerak. Rezyume deganda bu sizni istoriya, ish tarixingiz, qayerda ishladingiz, qanaqa kasb egasiz, qayerda o'qigansiz, qaysi yillar qachon, qayerda ishlab, qanaqa sohada ishladingiz va shu joyda nima ishlar qilardingiz. Shuni batafsil yoritib berishingiz kerak, qanaqa tillarni bilasiz. Hamma narsani batafsil yozishingiz kerak va shunga qarab biz boyagi kompaniyalarga murojaat qilamiz va kompaniyalar, aytib o'tay, yolg'on informatsiyalarni yomon ko'radi. Agar yolg'on informatsiya bo'lsa, srozi aytaman, bizlar u ishlarni olib bormaymiz. Chunki biz kompaniyalarni oldida, ya'ni boyagi korxonalar deylik, firmalar deylik, ularni oldida yuzimiz yerga qarab qolishini xohlamaymiz. Biz unaqa yolg'on anaqalar bilan ishlamaymiz. Biz faqat agar to'g'ri bo'lsa va undan keyin masalan sizni olmoqchi bo'lgan korxona albatta sizga test o'tkaziladi. Shu kompaniya, shu korxona sizga savol qiladi va shu savolda siz aniq shu sohada qanday qilib yechim topish kerak ekanini, qanday qilib shu narsani hal qilish kerak ekanini tushuntirib beradigan holatlar bo'lib qolishi mumkin. Shunda uyalib qolmangda. Faqat o'zingiz to'g'ri informatsiya bersangizgina, shu sohani professionali bo'lsangizgina siz shu narsaga, savollarga javob bera olasiz. Agar siz men hech qayerda ishlamaganman yoki men universalman yoki meni hozir professiyam yo'q deydigan bo'lsangiz, unda shunaqa ishlar ham bor. Yordamchi sifatida keladigan, bu boyagi sizga malaka talab qilmaydigan holatlar bo'lishi mumkin. Buni ishxona ham o'zi aytadi, menga malakasi kerak emas, menga agar shu odam yoqadigan bo'lsa bo'ldi, menga shu odam kerak. Shunaqa holatlarda ham bemalol ish topib bera olamiz. Ya'ni bu deganim albatta bir narsani to'qib, bir narsa yo'q narsani bor qilib yozmanglar. Albatta to'g'ri informatsiya kirgizinglar va shunda bizlar ham, sizlar ham to'g'ri sizga ish topib va sizni ham ko'nglingizdan joy topishga va ishxonani ham rozi qilishga sababchi bo'lamiz. Boshpana so'rash imkoni qanday holatda, lekin qaysi davlat orqali vizaga topshiradi? O'zbekistonda yo'q bo'lsa, debdi. Boshpana so'rash hamma konsulliklarda bor. Hamma konsulliklarda bor. Masalan, agar Portugaliyani konsulligi orqali Portugaliyaga kelib Portugaliyaga kelmoqchi bo'lsangiz, albatta Portugaliyani konsulligi, doim aytib o'tganman, bu fuqarolar, O'zbekiston fuqarosi uchun Moskvadagi elchixonasi. Faqat shu elchixona ishlaydi. Endi agar siz boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, shu va yashash ruxsatnomangiz bo'lsa, masalan siz O'zbekiston fuqarosiz, lekin siz Gruziyada yashayapsiz. Gruziyada yashayotgan ruxsatnomangiz bo'lsa, unda siz Ankaradagi, Tursiyadagi elchixonaga kirish imkoniyatingiz bor. Shunga o'xshab anaqada qayerdan nima. Lekin bu katta sabablar bo'lish kerak boshpana so'rash uchun. Masalan, kimdir sizni
qiynayotgan bo'lishi mumkin. Sog'ligingizga, oilangizga zarar yetkazayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir sizni nohaq ayblayotgan bo'lishi mumkin. Yana qayerdadir masalan sizni davlatingizda urush bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kuchli sabablar bo'lishi. Masalan siz qo'shningiz bilan urushib qoldingiz, ertasi kuni boshpana so'rashga bo'lmaydi. Aytib o'taman, ota-onangiz bilan urushib qoldingiz, ertasi kuni unaqa narsa bo'lmaydi. Sababi kuchli bo'lishi mumkin. Sizni orqangizdan odam tushgan bo'lishi mumkin. Farzandlaringizga zarar yetkazayotgan, ya'ni sizga xavfi bor, xatar yetkazayotgan, xatari bor da shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, unda boshpana so'rash iloji bor, lekin bularni hammasini qog'ozda isbotlash kerak va bu narsada qattiq bunaqa analiz olib boriladi va shu analizdan o'ta olsangizgina sizga Portugaliya boyagi refugiado deyiladi, ya'ni qochish, ya'ni boshpana berish Portugaliya himoyasiga oladi va sizga viza beradi. Endi bu ko'p holatlarda O'zbekiston fuqarolari uchun juda ham kam holatlarda beriladigan narsa. Ya'ni ko'p holatlarda masalan Afg'oniston, Eron shunga o'xshab urush bo'layotgan davlatlarga beriladi. Yoki masalan hozirgi kunda urush ketayotgan, shunaqa qiyin ahvolda bo'lgan, qancha ham kaltaklar yegan, masalan shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, kimdir ozor beryapgan, shunaqa odamlarga beriladi. Assalomu alaykum, men aymaga topshirdim, hali chiqmagan, lekin Aymaga 7 topshirib marta qo'ying. Maderaga bormoqchi ekan, sport orqali. Birorta muammo bo'ladimi, yo'qmi deb. Qarang, birinchidan siz topshirgan qog'ozingiz bormi? Компrovativo de entrega или bo'lmasa компrovativo de recolha de dados biométricos deb aytiladi. Bu компrovativo bu aymaga kirib chiqqaningizdan keyin beriladigan, bu QR kodi bilan bo'lishi mumkin yoki sizning rasmingiz bilan bo'lishi mumkin. Shu компровativo bo'lsa, primoy uchishga Portugaliya masalan Madeira bu Portugaliyaga kiradi. Aviakompaniyaga shu hujjatlarni ko'rsatsangiz va sizning ishingiz onlayn ketayotgan bo'lsa, onlayn platformasida hali ham ish olib borilayotganini ko'rsatishingiz kerak. Agar shunaqa дополнительный ma'lumot olib olsangiz o'zingizga yaxshiroqda. Atak bu Portugaliya, Madeira, Portugaliyani qismi, xuddi shunday Portugaliyada qanaqa hujjat o'tadigan bo'lsa, Portugaliyada yurish uchun xuddi shunday Madeiraga ham bo'ladi. Samolyotda uchib borib kelish uchun aviakompaniyalarga ozgina tushuntirib o'tib ketish kerak bo'ladi. Agar aviakompaniyani o'zi ham Portugaliyani aviakompaniyasi bo'lsa, undan ham yaxshi. Sur'ga o'tgan viza bilan nip olsa bo'ladimi? Endi kelgan odamga. Bo'ladi. Sur'ga o'tgan viza bilan NIF olsa bo'ladi. Endi kelgan bo'lsangiz ham, oldinlari kelgan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Sur'ga o'tgan viza bilan nomer kontribint sekurizatsiya olsa bo'ladimi? Nomer kontribint shu NIF nomeri. NIF numero identifikatsion fiskal deyiladi. Fiskal bu soliq degan. Perevod qilganda, agar tarjima qilganingizda NIF nomer kontribint bitta narsa. Nomer kontribint NIF olsa bo'ladi. NIS olish juda qiyin. NISga sabab kerak. Sababdan burun yana aymaga topshirilganlik haqida, aymaga topshirishga haqqingiz bor haqida hujjatlarni taqdim etish kerak. Ya'ni bu Sugransotsial kelajakda sizni legallashtirish imkoniyati bor ekanini ko'rish kerak yoki siz legallashtirayotganingizni, ya'ni siz legallashtirish arafasida ekanligingizni, legallashtirayotgan prosesslaringiz bor ekanligini ko'ra olish kerak yoki to'g'ridan-to'g'ri rezidensiyani ko'rsatish kerak. Endi prosta bu rezidensiyasi borlar albatta nomer sugransatsiya ola biladi, lekin bu rezidensiyasi yo'qlar uchun boyagi aytgan sanab o'tgan narsalarimni tasdiqlashingiz kerak bo'lib qoladi. Shunaqa. Endi qarang, agar endi men temamni davom ettiraman. Agar savollaringiz bo'lsa yozib qoldiravering. Bu temalarimiz ham qolib ketmasin. Yana bir narsa, agar sizlar masalan kimnidir shunaqa holati bo'lishi mumkin, Portugaliyada tanishlari bo'lishi mumkin va tanishlari orqali ish topgan bo'lishi mumkin. Tanishlaringiz ish topishda yordam bersa, undan ham yaxshi. Chunki o'zingizni tanishingiz shu yerda, masalan, shu kompaniyaga ishga kirib birga ishlaysizlar, u sizga nafaqat boyagi kontrakt bilan, balkim til bo'yicha, ya'ni tarjimonlik bo'yicha yordam beradi. Chunki Portugaliyaga kelgandan keyin agar sizda portugal tili bo'lmasa, qiyin.
ingliz tili bilan ko'p narsa hal qila olmaysiz. Chunki hozir ingliz tili faqat masalan universitetlarda yoki katta idoralarda, masalan davlat idoralarida ularni ham hamma idoralarda emas, qanaqadir bir portugalcha yaxshi bilsa, ingliz tilini birov bilmaydi. Shunaqa hozir portugal tili birinchi o'rinda va ingliz tilini o'ylamang siz Portugaliyaga kelsam men ingliz tilidan gaplashib hamma joyda hamma narsani hal qila olaman. Yo'q, Portugaliyada ingliz tili bu juda ham sust. Katta shaharlarda masalan Porto, Coimbra, Lissabon, shunga o'xshagan shaharlarda ingliz tili bilan bir narsa ish qilsa bo'ladi, lekin kichkina shaharlarda вообще почти 20% biladi xalq, 20% xalq ingliz tilini juda ham kam miqdorda biladi. Shunga siz yoningizda o'zingiz ishongan odam bo'lgani yaxshi. Portugaliyaga kelgandan keyinda shunaqa joyga bormoqchi edim, menga tarjimonlik qilib berasizmi desa, onlayn tarjimonlik ham qilib beramiz. Bu narsalarni boyagi narxlari kelishiladi, chunki bizlar vaqt ketkazamiz. Ish kontrakti haqida yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Ish kontrakti qanaqa bo'lishi kerak? Bu juda ham ko'p savol keladi. Ish kontrakti oddiy kontrakt bo'lmaydi. Chunki bu yerda Portugaliyada o'zida qilinadigan kontrakt boshqa, chaqiruv kontrakti boshqa. Portugaliyaga kelgandan keyin boyagi NIF nomer kerak, NIS nomer kerak, undan keyin kontrakt qilinadi. Chaqiruv kontrakti esa unaqa emas. Unga NIS nomer kerak emas. Agar siz Portugaliyaga kelib ketgan bo'lsangiz, oldinlari NIS nomeringiz bor bo'lsa, undan juda ham yaxshi. Bo'lmasa, shu oddiy kontraktda sizni pasport danolaringiz yoziladi va sizni O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz O'zbekistonni doimiy yashash manzili yoziladi. Qozog'iston bo'lsa Qozog'iston, в общем, sizni doimiy yashash manzilingiz shu kontraktda yoziladi va bu kontrakt albatta постоянный kontrakt bo'lishi kerak. Постоянный degan qanday? Bu masalan sizni какой-то sezonga chaqirish kerak emas. Masalan, sizni sezonni ishlariga ham hozir как раз eslab qoldim shu narsani. Sezonni ishlariga ham chaqirsa bo'ladi, lekin bu sezonni ishlardan keyin siz VNJ olish huquqiga ega emas. Mavsumiy ish bo'lsa, shu mavsumni o'zida kelasiz. Masalan, sizga olma terish kerak. Olma oktyabrdan masalan noyabrning oxirigacha, masalan dekabrgacha davom ettirsa, olma terishda faqat oktyabrdan dekabrgacha kelib ketishingiz mumkin, lekin undan keyin siz u hujjatni VNJga almashtira olmaysiz. Ko'ryapsizmi? Portugaliyaga kelish imkoniyatingiz bor, sizga ish vizasi beriladi, lekin mavsumiy bo'lgani uchun sezonal deyiladi. Portugal tilida sezonal degani boyagi mavsumiy. Shuni agar olsangiz, siz VNJga almashtira olmaysiz. Agar siz ish kontraktida sizga ish beruvchi masalan 6 oy kontrakt qilaman, keyin bu kontrakt yangilanadi yoki 1 yil kontrakt qilaman, 1 yilga kontrakt qilaman, kontrakti yangilanadi deb kontraktni o'zida shu narsalar ko'rsatib o'tilsa, bu ya'ni kontraktni muddati aniq emas. Masalan, muddati aniq bo'lganidan lekin bu davom ettiriladi, ya'ni avtomatik renovasiyon deyiladi, avtomatik tarzda davom ettirilib keladigan bo'lsa, bu mana shu kontrakt VNJ olishingizga kerak bo'ladi. Shu kontraktingiz bo'lsa VNJ ola olasiz. Va yana bitta narsani aytib o'taman. Kontraktdagi oylik maoshingiz hozirgi Portugaliya oylik maoshidan kam bo'lishi kerak emas. Hozirgi kunda Portugaliyaning eng kam miqdordagi oylik maoshi agar diskontlar deydi, Sugran sotsialga to'laydiganlarni hisoblamagan holda 920 dan keyin o'sha 11% davlatga to'lanadi. Shunga o'xshab o'sha oylik olayotganingizda, oylik qog'ozingizda 11% ni unga berdik, senga buncha qoldi deb shu summani sizni qo'lingizga ushlatadi. Shunaqa, yana 920 oylik maosh bo'lgandan keyin 920 dan kam bo'lmashi kerak kontraktingizda yozilgan oylik miqdoringiz yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, 920 kam miqdor aytyapman, lekin ish shartnomasi 1000 bo'lishi mumkin, 1500 bo'lishi mumkin. U xo'jayin o'zi xohlagan aytadi, kelishilgan holda boyagi o'zinglar kelishib shu oyliklaringlarni kelishasizlar xo'jayin bilan. Shunaqa. Endi yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Boyagi kontraktlarni albatta boyagi ishxona
kontrakt bergandan keyin albatta buni ishxona kontrakt qilgandan keyin ishxonani xo'jayini imzolaydi. Buni masalan ishxonada kontrakt berishga haqqi bor odam imzo qo'yishi kerak. Bunga ham juda ham katta e'tibor ko'rsatilishi kerak, chunki agar shunaqa holatlar bo'lgan bizlarda, bizlarga mijoz murojaat qiladi, kontrakt tayyor, kontraktiga qaraymiz, lekin kontraktida bu ishxonani kontrakt beradigan kontraktga unaqa qanday desam bo'ladi, mas'ul shaxs emas. Shu oddiy direktor qo'l qo'yib qo'ygan, lekin direktori bu kompaniyani egasi emasda. Egasi buni anaqasida, kompaniyani hujjatida hamma anaqalarga egasi qo'l qo'yadiganligi haqida yozilgan, lekin nimagadir shu boshqa odam qo'ygan. Elchixona uchun o'tmaydi-da. Masalan, Portugaliyadagi qayerda bir idora so'rasa o'tishi mumkin, chunki bu Portugaliyaning hujjati, boyagi Portugaliyada ish olib borilyapti, u narsaga uncha ahamiyat berilmaydi. Lekin tashqarisida hali kelmasdan oldin kim imzolagan va shu imzolagan odamni imzolashga haqqi bormi yo'qmi, shuni ham tekshirib o'tishinglar kerak va buni tekshirish uchun albatta siz ishxonani hujjatini ko'rishingiz kerak. Ishxonani hujjatini bu ishxona hujjatini nomini ham aytib o'taman. Bu Certidão Permanente da Empresa. Bu Certidão Permanente degani bu ishxonani kim, qanaqa ishxona, qanaqa kodlar asosida, qanaqa litsenziyalar asosida ish olib boriladi va kim bu ishxonani boshlig'i kim, bu boshlig'ini qanaqa kapitali bor, hamma bu kapital endi общий kapital, masalan kapital sotsial deb aytiladi. Bu degani bu ishni qancha miqdordan, qancha pul bilan boshlagan, shunaqa hamma narsa общий ishxonani ichki hujjati, lekin hamma ishxona ham buni beravermaydi. Shunga agar siz ishxona bilan kontrakt qilmoqchi bo'lsangiz, albatta yuristlar orqali, masalan bizlar orqali kontrakt qilishingiz mumkin. Shu bizlar gaplashib, aniqlashtirib, haqiqatan ham shu inson qo'l qo'yishga haqqi bormi, yo'qmi, kontrakt berishga haqqi bormi, shuni tekshirib beramiz. Bu ham juda ham muhim. Chunki bu elchixonaga yozilib, elchixonaga kirish navbati belgilangandan keyin shu kuni borasiz, kontrakt yaramasa, kontrakt o'tmasa, yana boshdan kutasiz. Bu juda ham ko'p vaqt oladi. Shunga shularga qarang, e'tibor bering. Ijara shartnomasini chet el fuqarosi bilan bo'lgani yaxshimi yoki O'zbekiston fuqarosi bilan tuzish kerakmi? Qanaqa shartnoma? Ijara shartnomasini chet el fuqarosi bilan bo'lgani yaxshimi yoki O'zbekiston fuqarosi bilan tuzish yaxshimi, kerakmi? Ijara shartnomasi farqi yo'q. Kim qanaqa fuqaro bo'lishi qat'iy nazar, sizni shu uyingizni arendaga olgan bo'lishi kerak va u farqi yo'q. Chet el bo'ladimi? Endi, конечно, chet el fuqarolari, masalan, sizda ularni keyin imkoniyati kattaroq bo'lishi mumkin, ijarani to'lay olish imkoniyati kattaroq bo'lishi mumkin. Endi bu sizga vыборda. Masalan, siz shu uyni egasi sifatida xohlagan odamga berishingiz mumkin. Agar shu odam kelajakda to'lay olsa, shunaqa to'lovlarni qila olsa, albatta berasiz. Lekin bu O'zbekiston va boshqa fuqaroga e'tibor berilmaydi. Вообще e'tibor berilmaydi. Assalomu alaykum opa, men Portugaliyaga kelganman. 2024-yil 20-dekabrga menga rezidensiya, keyin sug'ura sostav olib. Savol qani Azimjon? Savolni to'liq yozing. Sug'urani sotsial olgan bo'lsangiz, sug'urani sotsial hozirgi kunda ish olib borayotgan, ishlayotgan bo'lsangiz, unda hozir u narsani hozirgi kunda imkoniyati yo'q AYMAga hujjat topshirishga. Chunki men qancha marta e'lonlarimizda, bizani Instagramda ko'p videolar chiqardik. 31-dekabrgacha deb, 31 deb haligacha aytaman. 31-dekabrgacha topshirilishi kerak edi. Undan keyin hozir AYMA platformasi Maisha Saudi Interestga butunlay yopib tashlagan. Faqat bor ishlarni analiz qilyapti. Bor. O'sha Maisha Saudi Interest topshirib qo'ygan, arizasini topshirib qo'ygan. Shunga o'xshab ariza topshirilmaganlar uchun hozir ariza topshirish imkoniyati yo'q. Agar sizni Maisha Saudi Interest protsessingiz bo'lmasa.
Assalomu alaykum. Rahmat Dilnoz opa, biza rasmga tushib keldik deb Oygul Jamalova yozibdilar. Mashalloh, rahmat sizlarga ham. Ha, endi sabr qilib kutishdi. Shunaqa, endi shunaqa holatlar bo'ladi. Bular oilaviy birlashuv bilan topshirishgan edi. Ayma oilaviy birlashuvga bir muddat umuman javob bermay qo'ydi. Lekin alhamdulillah buni uddaladik, javob oldik. Bular mana adashmasam kecha kirib chiqishdi va oilaviy birlashuvga topshirib chiqishdi. Bular Portugaliyada turmush o'rtog'ining hujjati bor va turmush o'rtog'i orqali qizi bilan o'ziga rezidensiyaga topshirishdi. Bizlar albatta mamnunmiz, bizlar albatta xursandmiz, chunki bizlarni qilgan xizmatlarimiz sizlarga to'g'ri kelib, sizlar shulardan rozi bo'lsanglar, bizlarga bundan katta baxt yo'q. Bizlar doim klientlarimizni, mijozlarimizni har doim roziligini olishga harakat qilamiz va har bir olib kelgan roziligi bizlarni ishimizni yanada yaxshi yurishiga, ishimiz oldinga ketishiga albatta to'g'ridan to'g'ri sabab bo'ladi. Ish shartnomasini qildingiz. Ish shartnomasi zo'r. Endi ish shartnomasini topdingiz, qildingiz, men aytgandek bo'ldi, boyaga hamma narsa zo'r. Endi uni bo'ldi, ish shartnomasini o'tkazamiz. Endi ikkinchi etap. Bu Portugaliyada yashash joy manzili. Bu juda ham katta va ahamiyatga ega. Agar sizning yashash joyingiz bo'lmasa, sizni ishga chaqiryapgan bo'lsa, bu korxona bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ishga chaqiryapgan bo'lsa, sizning yashash joy manzilingiz bo'lmasa, sizga отказ beriladi vizada. Chunki siz kelayotganda kelishdan oldin yashash joyingiz aniq bo'lishi kerak. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Bu uzoq muddatga qanday desam, otel yoki hostel olgan bo'lishingiz mumkin, yoki ishxona shuni tayyorlab qo'ygan bo'lishi mumkin, yoki ishxona kontrakt qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, ishxona boshqa bir arendaga olishi mumkin uy joyini va shu ishxonani xodimlari shu joyda yashashi mumkin va shuni ishxona deklaratsiyasida yozib beradi. Men shu odamga uy joy beraman, mana meni ijara shartnomam bor deb ko'rsatadi, yoki masalan egasi bo'lishi mumkin, shu ishxona shu joyni sotib olgan bo'lishi mumkin, shu uyni sotib olgan bo'lsa, sotib olganligi va shuni egasi ekanligi haqida tasdiqlovchi hujjatlar kerak. Sirtidan kaderneta предел deyiladi. Kaderneta пределi bo'ladigan bo'lsa va kompra-venda kontraktlar bo'ladi, dogovorlar, ya'ni kompra-venda sotish va olish anaqasi kontrakti, dogovori bo'ladigan bo'lsa, shularni ham topshiradi. Ya'ni buni nafaqat men uy joy beraman deb korxona chaqiryapgan odam tasdiqlash kerak, balkim shuni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Haqiqatan ham shunga ega ekanligini, shuni bera oladiganligini, shuni ijaraga olganligi haqida ko'rsatib o'tishi kerak. Yana nima bo'lishi mumkin? Masalan, siz Portugaliyada tanishlaringiz bor, shular sizga uy joy beraman deyishi mumkin. Masalan, sizni bu yerda qo'shningiz bor, qo'shningiz bilan yaxshi отношениядasiz va qo'shningiz sizga aytadi, sen kelaver, sen mana ish topding yoki men ish topib beraman, masalan ish topib beraman, qanday sizga hozir ish beruvchi topaman, ish beruvchi ish bersa men senga uy joy beraman desa, unda sizga boyaga uy joy beraman deb kerakli hujjatlarga imzo qo'yib notarius tasdig'idan o'tkazib beradi va shu odam, shuni imzolab bergan odam albatta o'zining shu uyni berishga haqqi bor ekanligini, ya'ni sizga shu xonani berishgami, shu uyda yashashga berishga haqqi bor ekanligini ko'rsata olish kerak. Masalan, u uyning egasi bo'lishi mumkin, qanday shu odam sizni qo'shningiz uyning egasi bo'lishi mumkin yoki uni ijaraga olgan bo'lishi mumkin. Agar ijaraga olsa, ijara shartnomasini ko'rsatish kerak. Albatta sizga qo'lingizga berib ijara shartnomasini kopiyasini olib borasiz konsullikka. Yoki uyning egasi bo'lsa, kaderneta предел shunaqa bo'lishi mumkin, yoki certificat permanent registr предел, u ham shunaqa hujjat ham bor. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu tasdiqlovchi hujjati albatta bo'lishi kerak. Agar unaqa holatlar bo'lmasa, unda siz kelishingizdan oldin uyni o'zingiz izlashingiz kerak. Masalan, sizga
ishxona uy bermayman dedi. Sizning hech qanaqa tanishingiz yo'q. Unda siz uyni ijaraga olishni oldindan ya'ni oldindan topishingiz kerak ijaraga uy. Bu onlayn topsangiz bo'ladi yoki bizlar orqali topsangiz bo'ladi va shu ijara shartnomasini oldindan tuzilishi kerak. Masalan siz iyunda kelmoqchisiz Portugaliyaga. Hozir vizaga topshiryapsiz. Iyun oyiga kelmoqchi bo'lsa, bu ijara shartnomasida kontrakt ya'ni dogovor qilinadi va masalan ijara shartnomasida shu 1-iyundan boshlab shu uy ijaraga beriladi deb shunaqa qilsa ham bo'ladi. Ya'ni hozirdan boshlash shart emasda uyni bekordan bekor pul to'lab o'tirmasdan shu imенно 1-iyundan men shu uyni ijaraga olaman deysiz va sizga shartnoma shu asosda tuziladi. 1-iyundan shartnoma ishga tushadi. Shunaqa qilib qilsangiz ham bo'ladi. Va yana oxirgi varianti bu otel zakaz qilib va otelingiz albatta ko'p vaqtga qo'ygan bo'lish kerak. Shunaqa otellar bor. Otellarni oldindan pulini to'lab qo'yishingiz mumkin yoki oyma-oy to'lashingiz mumkin yoki buni kelgandan keyin to'laydigan. Endi har xil otellarni boyagi agar otellar bilan gaplashsangiz o'zini условиясini ya'ni o'zini anaqa shartlarini aytadi va shu shartlar asosida keyin bemalol gaplashasizlar. Bitta Zilola Karimova yozibdilar. Biz turist bo'lib kelganmiz 1,5 yil oldin. Sigurantsatsiya olishni iloji bormi? 1,5 yil oldin bo'lsa, hozir biz 2026 da bo'lsak, 2024ni o'rtalarida kelgan bo'lsa kerak. Endi 2024-yil kelgansiz-u, sizda shuncha 2024-yilning 3-iyuni kuni oxirgi kun edi. 4-iyundan boshlab qonun o'zgarib ketdi. Shundan keyin sigurantsatsiya nomer berilmay qo'ydi. Lekin bizlarni o'zimizning mijozlarimizga oktyabr oyigacha 2024-oktyabr oyigacha muammosiz NIS raqamlarini, ya'ni sigurantsatsiya raqamlarini chiqarib berayotgan edik. Undan keyin oktyabrdan keyin muammo qilishni boshladi. Noyabr oylarida keyin o'zi ko'proq hujjatlar so'rashni boshladi. Lekin ungacha olyapgan edik. Endi sizda shu paytda imkoniyat bor ekan demoqchiman-da, imkoniyatsiz bo'lib turib shu paytda foydalanmasdan endi olmoqchi bo'lsangiz, endi hozirgi talablarga javob berishingiz kerak. Hozir qanaqa talablar ketayotgan bo'lsa, shu talablarga javob bera olsangizgina NIS raqamini olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Bir vaqtda bir xil firmada ishlab, Aymada hujjat topshirgandik. 2024-yil dekabrda. 2 kishi meniki chiqdi, ammo ukamniki chiqmadi. Nima qilsak bo'ladi? Bir vaqtda o'zida bir xil firmada ishlashibdi-da, Aymaga hujjat topshirishgan. 24-yil meniki chiqdi, ukamniki chiqmadi deb. Endi sizlar bizlarga murojaat qilishingiz kerak. Biz sizlarga yechimini topib, qanday harakatlar. Endi bu narsani hammasini ochib tashlashga bo'lmaydi, chunki bu narsalarda professional sekretlar bo'ladi-da. Biz sekretlar asosida ish olib boramiz, chunki bu narsada bu narsani hammasini agar elga hamma qiladigan bo'lsang, bu tushunmay qolishi mumkin. Nima uchun unaqa ishlar qilyapti deb. Chunki bizlar qonun bo'yicha ish olib boramiz va qonun bo'yicha hal qilamiz shu ishlarni. Shunga agar bizlarga murojaat qilsangiz, bizlar shu narsalarning yechimini sizni albatta ishingizni o'rganib chiqib, nima sabablarini ko'rib chiqib, keyin shundan kelib chiqqan holda albatta sizga yechim topa olamiz. Assalomu alaykum. Portugaliyada ish topib bera olasizmi? Albatta boya aytib o'tdim. Portugaliyada ish topish uchun bizlarga rezyumengizni curriculum vitae deydi portugal tilida. Rezyume yuborishingiz kerak va bu rezyume albatta 2 xil tilda yuborilishi kerak. Bu til ingliz tili va o'zbek tili. Agar o'zbek bo'lsa, o'zbek, bo'lmasa rus tili. Rus yoki rus va ingliz bo'lishi mumkin yoki o'zbek va ingliz bo'lishi mumkin. Chunki ingliz tili nima uchun? Bu narsani biz korxonalarga, shu ish beruvchilarga ko'rsatishimiz uchun bizlarga ingliz tilida ham kerak bo'ladi. Faqat ingliz variantini yubormang, chunki agar faqat ingliz variantini yuboradigan bo'lsangiz, masalan bizlarda shunaqa ish beruvchilar bor, bular mana shu o'zbek tili, rus tilini tushunishadi. Shu ish beruvchilarga ham sizni rezyumengizni
taqdim etganimiz yaxshiroq. Chunki siz Portugaliyaga kelgandan keyin albatta portugallarning qo'lida ishlatishingiz shart emas. O'zimizni odamlar ham bor. Bular kompaniya ochishgan, masalan, ko'p masalan ruslar bor, ukrainalar bor, moldovalar bor, o'zbeklar bor, qozoqlar bor, yana ko'p millatlar bor. Shular ish ochgan Portugaliyada. Shularni ishxonasida ishlasangiz ham o'zingizga ham qulay bo'ladi, chunki tildan qiynalmaysiz. Portugaliya ishchi vizasi bilan qancha vaqtda rezidensiya olsa bo'ladi? Agar sizni Portugaliya ishchi vizangiz, men aytdimmi sizga, agar ishchi vizangiz bu ish kontraktingiz mavsumiy kontrakt bo'lmasa va ish vizangiz ish kontrakti yangilanadigan kontrakt bilan olingan bo'lsa, unda siz qancha vaqt ekanligini konsullik viza berganda albatta vaqtini belgilab o'tadi. Masalan, konsul vizani ichida vizani ichida link yoziladi, link. Shu linkka kirsangiz sizga qaysi kuniga belgilanganini aniq ko'ra olasiz. Masalan, shu linkning ichiga kirsangiz 5-iyun deb qo'yishim mumkin. Masalan, Coimbra shahrida. Demak, 5-iyun kuni Coimbra shahriga borib topshirasiz. O'zingiz yanvar oyida kelgan bo'lsangiz ham. Chunki boyagi kun belgilangan bo'ladi, navbatga qo'yilgan bo'lasiz. O'zi hozir konsulliklar har doim navbatga o'zi qo'yib, keyin sizga va vizangizga shuni ko'rsatib beryapti. Agar vizangizda shu narsa ko'rsatilmagan bo'lsa, bizlarga murojaat qilsangiz, bizlar aymaga ariza tashlab, sizga navbatga sizni aymaga navbatga qo'yib beramiz va shu kuni borib topshirasiz. Endi topshirilgan kundan boshlab 90 kun analiz qilinadi. O'zi agar siz ish vizasi bilan keladigan bo'lsangiz, unaqa katta analiz bo'lmaydi, chunki siz уже tasdiqlanib, hamma hujjatlarni topshirib, hamma narsani to'g'ri qilib kelgan bo'lsa, faqat bu yerda ishlayotganingizni, ya'ni ish bilan kelgandan keyin bu ishni tashlab qo'ymasdan haqiqatan ham ishlayapsiz, shularni ko'rsata olsangizgina albatta viza VNG'si tez chiqadi, lekin VNG'ni ham albatta kutib qolishingiz mumkin. Endi bizlarning mijozlarimizda ko'p holatlarda 2 oy, 2,5 oygacha borganlari bor, lekin undan ko'proq borgan, masalan, kelgan, kun belgilangan, bir xillarning belgilamaganlar ham bo'lgan. Biz kunni belgilab berganmizlar, keyin borib topshirgandan keyin 1,5-2,5 oyda olganlari bor. Undan ko'p kutganlarini men eslayolmayman. Oxirgi qilgan ishlarimizda unaqa ko'p kutganlari yo'q, lekin ko'p kutib qolish ehtimoli bor. Chunki bu narsani ayma immigratsioniy idora, immigratsioniy anaqa joy albatta analiz qiladi va shu xodimlarni qo'lida ishlaysiz. Bizlar sizga faqat to'g'ri hujjat topshirishda, to'g'ri o'zingizni haqqingizni ajratib olishda va sizni haqqingizni himoya qilishda biz yordam beramiz. Assalomu alaykum. Avgust oyida rezidensiyamni almashtirish vaqti keladi. Uy kontrakti yo'q lekin. Debdi. To'g'ri, ko'pchilikda shu narsa bo'lyapti. Ya'ni bu narsa oldinlari kerak emas edi. Uy kontrakti. Endi hozir shu narsa muammo kelib chiqyapti. Endi bu narsa muammo desa ham bo'ladi, lekin yechimini topsa ham bo'ladi. Endi qarang, agar sizni uyingiz kontrakti yo'q bo'lsa, lekin siz haqiqatan ham shu joyda yashab kelayotgan bo'lsangiz, uyning egasi sizga deklaration de seigneuriu beradi. Bu degani deklaratsiya, uyning egasidan deklaratsiya, ya'ni uyning egasidan tasdiqlovchi dalolatnoma deydimi, ma'lumotnoma deyiladimi? Shunga o'xshab shunaqa narsa beriladi, yozib beradi. Mana men paloncha pistoncha shu uyda shu odamni yashashga ruxsat beraman va mening roziligim bilan shu uyda shunaqa adresda yashaydi deb yozib berishi mumkin. Va yozgani masalan bildirishnoma tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi va shu hujjatda shu narsalar aytib o'tilishi kerak. O'zini danilari kirgiziladi va sizning danilaringiz va qayerda va qachondan boshlab yashab kelayotganingizni ko'rsatishi kerak. Endi buni uyning egasiga minus tomonlari bo'lishi mumkin. Qanday? Agar siz kontraktsiz yashab kelyapsiz, lekin uyning egasi soliqqa ko'rsatmagan. Shunaqa bo'lishi mumkin, aytishi mumkin uyning egasi, men soliqqa ko'rsatmadim. Men hozir shuni qiladigan bo'lsam, menga muammo bo'lishi mumkin
deyishi mumkin, lekin Ayma bu muammolarga aralashmaydi. Chunki Aymani ishi immigrantlar bilan ishlash. Bu uyni egalarini orqasidan yurish emas. Tushunyapsizmi? Endi agar masalan qandaydir sabab bilan agar sog'liq bilib qoladigan bo'lsa, unda uyni egasiga muammo bo'lishi mumkin. Endi uy egasi muammo bo'lmasligini ham yo'lni qilsa bo'ladi. Qanday? Boyagi tasdiqlovchi ma'lumotnomada yozadi. Bu uy tekinga ijaraga beriladi. Shu bilan bu narsa imzolanadi uy egasi tomonidan va albatta imzosi notarial tasdiqdan o'tadi. Shunda muammo hal bo'ladi. Bizning vaqtimiz nihoyasiga yetdi. 1 soat vaqt qarang, tez orada o'tib ketdi. Endi xudo xolasa mana keyingi hafta uchrashamiz. Albatta savollaringlar bo'lsa, agar u savollaringlar esdan chiqib qolmasligi uchun qog'ozga yozib boringlar va shu qog'ozga yozib menga shu kuni savol beringlar yoki juma kuni masalan telefon orqali ham savollarga javob beramiz. Soat 17:00 dan 18:00 gacha, 5 dan 6 gacha, 18:00 gacha bizlar telefon orqali 10 minutgacha savollaringizga javob beramiz. Assalomu alaykum, Ayma chaqirdi, ketdim, rasm imzo oldi. Endi kelish kech bo'lyapti, 3 yilligi. Kutib turing deyapti. Savolga javob bering iltimos debdilar. Qarang, agar siz topshirgan kuningizdan keyin boshqa sizga qo'shimcha hujjat talabi kelmagan bo'lsa, audiensiya previa deyiladi. Kelmagan bo'lsa, siz topshirganingizdan keyin 90 ish kuni o'tgan bo'lsa, bizlarga murojaat qiling. Biz sizlarga nima uchun kechikyapti va nima sababdan bunaqa bo'lyapti, shuni hammasini aniqlashtirib, kerak bo'lsa himoya qilib, kerak bo'lsa shu narsani Aymadan informatsiya olib berishga harakat qilamiz. Lekin 90 ish kuni o'tgan bo'lishi kerak. Agar siz topshirib chiqqandan keyin audiensiya previa keldi sizga qo'shimcha hujjat talabi keldi. Qo'shimcha hujjat talabi kelgan kuningizdan qachon hujjatni topshirib qo'ygan, shu kelgandan keyin hujjatni topshirilgan paytidan audiensiya previyaga hujjat topshiriladi, to'g'rimi? Shu hujjat topshirilgan kundan yana 90 kunga ketib qoladi. Shuni e'tibor bering. Agar shunaqa cho'zilib ketayotgan bo'lsa, demak shunaqa sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa agar sizda sabablari yo'q, demak besabab kechikyapgan bo'lsa, 90 kun ish kuni o'tib ketgan bo'lsa, unda bizlarga murojaat qiling. Bo'ldi. Endi sizlar bilan xayrlashamiz. Xudo xolasa keyingi haftada albatta uchrashamiz. Hammanglarga rahmat. Boringlarga shukr va sizlar bilan mana shunday gaplashib turganimga albatta xursandman. Savollaringlarni doim yozib, agar masalan WhatsAppdan yozsanglar ham savollaringlarga javob berib turamiz. Shunga yoki bizlarga qo'ng'iroq qilib, lekin qo'ng'iroqni ham albatta konsultatsiyalar vaqtida qilganingiz yaxshi, shunda bo'ladi. Yoki bo'lmasam qilavering, men yordam olishga harakat qilaman, lekin aytyapman, meni yonimda turgan yordamchim, meni telefonim, bizani ishxonani telefonini ishlatadigan, qarab turadigan yordamchim bu savollarga javob bera olmaydi va bu narsada uni sohasi bo'lmagani uchun qiynaladi. Ya'ni sizlarga lekin men bilan gaplashtirish uchun sabab bo'lishi mumkin. Rahmat. Gaplashtirib qo'yamiz. Xudo xolasa. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.